Prям yog'li turibdi. Qanaqa tushuntirsam ekan? Ovqat yeysiz qozonda, kir qozon. Yuzim shunaqa. Kir. Yuzimga toshmalar toshgan, ugri toshgan. Fevraldan beri shu ahvol. Chaqchuq ko'paytirsa, yong'oli. Meniki undan toshmadi. Men qo'pol qilib aytganda, правильно питаниеda yashaganman. Meniki просто gormonalniy. Bitta o'rtog'im tavsiya qildi. O'shani hisobiga men erotipani oldinlariga keldim. Просто boshda keldim, anaqa qo'rquv bilan kelasizda. Qo'rquv bilan keldim. Hozir kimsan? Chunki men endokrinologim Sevil Rafiqovni oddiy doktor emasda. Shunday doktor meni gormonlarimni to'g'ri qila olmadi. Yana boshqa kim bundan zo'rroq degan aniq ishonchsizlik bilan keldimda. Hayron bo'ldim. Kim ekan u hamma maqtayotgan odam? Ishonchsiz keldimda. Keyin keldim, просто спокойно. Oho, dedilar. Ularning muomalalari juda yoqimli. Bir xilda bo'ladi. Gurilaringiz ko'p bo'lib ketganda xuddi men nimadir ishkal qilib qo'yganda bunday kelishadi. Shu paytgacha nima qilding? Uyalmaysan degandek qarashadi-da. Yo'q, iroda спокойно, нормально. Kutib oldilar. Bu hozir ko'rayotganingiz yuzim silliq, ugrilar, toshmalar konkretni yo'q-da hozir. Boshida kelganimda u ugrilar bo'rtib turgan payt edi-da u.